Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kosonsoy tumani Barashiltda joylashgan obyektimizga kelganman. Bu obyektimiz 12 ga 12 qurilgan. Ichkari 5 ta xonadan iborat, 124 kvadrat chiqdi. Topli pol radiator ishlari bor. Hozir ichkaridan ham ko'rsatib o'taman. Kirganda birinchi xona mehmonxona. Ikkita derazaning tagiga radiator to'g'ri keldi. Topli pol bo'lmaydigan bo'ldi. Patologiya vinovata bilan izolyatsiya qilib beradigan bo'ldilar. Oldilari polni rom. Bu ham bir zal. Katta sifat qurilgan ekan. Bu chekkada kuxna bo'ladi. Kuxna uchun topli pol, bitta derazaning tagiga radiator podbor qildik. Fon mana mebel bo'ladi. Moyka uchun ham issiq suv, sovuq suv kanalizatsiyalarni chiqarib beramiz. Mana zalimiz ham topli pol bo'ladi. Topli polni kollektorlarni sanuzelga qo'yib beradigan bo'ldik. Sanuzel ham bug'iladigan bo'ldi. Kattalar uchun spalni. Bu xona uchun ham teplopattersiya hisoblab turib, bitta radiatorga joy tashlab montaj qildik. Keyingisi yosh bolalar uchun yotoqxona deytizga. Bu xona uchun ham bitta radiator uchun joy chiqarib beramiz. Hozir kilovatlarini, rasxodlarini aytib o'taman. Bir 124 kvadrat, 15 kilovat chiqdi teplopatteriyasi. Har bitta xonani graduslarni har xil qo'yganmiz. Spalni uchun 24, 22 gradus, sanuzel uchun 26, 15 kilovat общий chiqibdi. Ko'mir rasxodi 6000-6500 minglik kaloriyasi bor ko'mir yo'q bo'lsa, maksimalni 32 kg, 15 kgdan 32 kggacha ko'mir rasxod qiladi. Mana har bitta xona hisob-kitob qilingan. Istoriya postlarini kuzatib boringlar. Xudo xolasa bu obyektni fonni syomkalarini qo'yib boraman.